Abdullo, nima qilyapsiz uka? Ishlamaysizmi bu telefon o'ynab o'tiribsiz uka? Nima qilyapsiz? Aka, do'kon ichida hamma ishlarimni qilib bo'ldim aka. Do'kon ichida ish qolmadi umuman. Mana uka vibrlarimiz kelib qolibdi. Kirmoshlar mana nechta ish kerak sizga mana uka? Libboy sotmaylik, maza qilib. Shuncha ish turibdi do'konimizda uka. Aka, kirmoshlardan keldi, endi biz ham harakat qilyapmiz aka ishlashga, klientlarga sotishga. Uka kirmoshnalarimiizga bitta Dyson fan bo'lyapti. Podarkalarimiz bitta kirmoshnasiz, bitta Dyson fan originallari bo'lyapti. Aka, aytmaysizmi shuni ertaroq uka, manaqa ishimiz bor, reklama olishimiz kerak deb aytsangiz aka, shunday qilib yubormaymiz mana shu narsalarni. Uka mana shuncha ishlar turibdi. Kirmoshnalar sotinglar, LG'lar kelib qolgan, reklamalarni olinglar, ishni yoringlar uka. Hop. Hop aka. Bu akam soat 12da kelib, umrda yubordicha ish buyuraverdi. Bang.